boshlaysiz. Stream boshlandi? Keladim? Все. Keladim? Bilay, o'zim ko'raman. Все, hop. Xo'sh. Do'stlar, menimcha efir boshlandi. Chat hammaga salom. Quyosh endi tushishi bilan bizni nimaga keldim deb o'zi endi o'ylayapman. Modro topdi. Hammaga o'zi ko'rsatdim. Hop. Nimaga keldim do'st to'g'ri o'ylayman, lekin bizni bu hamma yoqdan o'zib ketdi. Hamma bizni Goblin bergan manzilga keldik va bu joyni ko'rsatdik. Kursomni ko'rsat. Bu bizani. Va do'stlar, bu yerda qarang, to'zimlasman. Gambit aka va Maqsudjon. Va. Shuni mikrofonni nima qilib qo'ying, o'zim to'g'rilab qo'ying. Efirga ketyaptimi? Hop. Chat salom ko'raman. Chat ham prisos tashlasin. Chat ham prisos tashlasin, salom ko'raman. Все, hop, hammaga qarang. Bolalar. Bundan oldingi Darknet qismini ko'rganmiz, sekin yuraveraylik. O'zim Mamit oyoq. Bundan oldingi Darknetni agar siz ko'rgan bo'lsangiz, unda bizga kitob Goblin sizlarga bergan manzilda Gambitni davolashingiz mumkin degandi. Ya'ni Gambit klonga, как будто aylanib qo'yotgan dedi. Nima deysizlar? Chat nima deysizlar? Shunaqa bo'lgan. Mana qarang, Gambit esa tan olmaydi bu haqida. Mana Gambit degan qarang. Sizga shotga meni davolagan olib keldim. Demoqchimisiz? Hay, bilardingizki buni? Doktorga borardik. Yo, hazilkash. Hamma chat Gambit hazilkash deb qo'yinglar. Hamma, hop qarang, Gambit aka. To'g'risini aytsam, men bunaqa qo'rqinchli va qo'rqitadi. Chunki men o'zim umuman tashlab binoga bormayapman. И вообще-то bu joy dacha emas. Ya'ni bu joyda biz oldindan kelib, ya'ni bilay, adashib ketaman. Qarang, hop mana. Fikrim tushuntirishga qilaman, chat qaranglar. Mana. Oldin biz o'zimizni joyga, o'zimizni qarorgohimizga chaqirdik klonni va xohlaganimizni qilardik. Bu safar biz xuddi shuni teskarisamiz. Ya'ni ularning qarorgoh va endi ular xohlaganini qilish mumkin. Juda xavfli deb. Va shuning uchun ham aytgan shoshma gapira olaylik. Va shuning uchun biz efir qilamiz, chunki agarda ular nimadir qilsa, mavoda videoni qo'ya olmasak ham efirni hozirdan ko'rdik-ku. Bular riski ekran skrin qilib bizga yordam berishi mumkin. Shuning uchun ham do'stlar, albatta oxirigacha ham ko'ring efirni. Nima demoqchisiz gapiring. Faqat 2x qo'rqinchli demoqchi edim. U yerda qachabi bor edi o'zimiz joy qachabi. Brat. Katta mashina o'tadi. Hamma, bo'lib, просто yuraylik. Bilak, bordi oldin yuraylik.